Mana bugun Issiqda stadionida Xudo xolasa sut o'chib qoldi orada. Sutni yoqamiz, e'tibor bermaysizlar. Yonida sutimiz Umid aka bravo bilan trenirovka qildik, futbol o'ynab maza qildik, maroqli dam oldik. O'rtoqlarimiz bilan Sherzodjon domla, Shokirxon, Bahrullo, Muhsinjon va men o'zim mana fikrlaringda mana Muhsinjon, Shokirxon, Umid aka trenirovkani qilib mana hozir suhbatlashib turibmiz. Stadionlarimiz ko'klamdorligi mana zo'r. Xohlasa svitlarimiz yarki. Ajoyib suhbatlarni qilib turibmiz. Mana Shamshodga ham bu yaxshi futbolchi, yaxshi o'ynaydi. Ajoyib ukalarimiz ham. Mana hozir qolganini yana qilaveramiz, ko'rasizlar o'zingizga guvoh. Necha bo'ldi? Ularda 12 bo'ldi. Alo. Hozir ko'rmay qolibsiz. Assalomu alaykum. Mana biz terma jamoa mana. Assalomu alaykum. Mahalladoshlar mana. Jaydarlar mana butsalar qarang hammani. Hammani kalish, yalangoyoq. Vo'ala, svetaman. O'tiray yo. Stadion. Voy yo'q boringlar ey. Voy aka, tinchmisiz? Nechta bola jetdi, nechta bola? 1 2 3 4 5 6 tamiz. 6 kishi. 7 kishimiz. 7ta bormi? 7 Masharif. Ya bo'ldi yo. Gap yo'q, aka. Zo'r. Xursand bo'lib qoladi. Abdushi. Jaydar bolalar, xudo xolasa. Mana shu bolalarga bering faqat 7ta forma. Bo'ldi kamyo, rahmat. O'zim kutib olaman. Non chiqaveraman, non. Sanjar Patirdan, Jaloliddin aka. Patirchilar. Chiqaveraman aka, non. Abdushi. Dubayda ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.